Tibbiyot brigadasi hamshirasi yo'nalishiga o'qishga taklif etamiz. Ta'lim shakli kunduzgi bo'lib, o'qish muddati 2 yilni tashkil etadi. Bitiruvchining kasbiy faoliyati obyektlari, qishloq vrachlik punktlari, oilaviy poliklinikalar, shahar oilaviy poliklinikalar, reabilitatsion tibbiy muassasalar, shuningdek, nogironlar reabilitatsiya markazlarida ishlashlari mumkin. Funksional diagnostika. Ushbu yo'nalishning ta'lim shakli kunduzgi bo'lib, 3 yil davomida malakali ustozlar tomonidan zamonaviy simulятsion o'quv mujajlari hamda mikroskoplar yordamida soha sirlarini mukammal o'rganasiz. Feldsherlik ishi yo'nalishimiz 3 yillik bo'lib, ta'lim shakli kunduzgi 3 yil davomida o'z kasbining mutaxassislari tomonidan dars jarayonlari amalga oshiriladi. Amaliy darslarimiz esa oliy toifali mutaxassislar tomonidan shifoxonalarda o'tkaziladi. O'rta tibbiyot xodimi davolash profilaktika muassasalarida feldsher vrach yordamchisi bo'lib, u bilan hamkorlikda ishlaydi. Feldsher vrach kelgunga qadar tibbiy yordam ko'rsatadi. Shuningdek, profilaktika, epidemiologiyaga qarshi sanitariya ishlari olib boradi. Feldsherlar sanitariya epidemiologiya statsionarida ishlash uchun va feldsher laborantlar tibbiyot texnikumida tayyorlanadi. Hamshiralik ishi yo'nalishida o'qish muddati 3 yil. Ta'lim shakli esa kunduzgi. O'qish davomida nazariy fanlarni malakali o'qituvchilar tomonidan olib boriladi. Yo'nalishimizning asosiy afzalliklari shundan iboratki, yurtimizning istalgan joyidagi davlat va nodavlat sog'liqni saqlash muassasalaridan o'z mehnat faoliyatlarini olib borishlari mumkin. Bundan tashqari, talabalarni bo'sh vaqtidan unumli foydalanish maqsadida Axborot resurs markazi ingliz tili, rus tili hamda nemis tili to'garaklarga qatnashib, xorijiy tillarni mukammal o'rganishlari mumkin. Aytgancha, uzoq hududlardan qatnaydigan o'quvchilar uchun ta'lim muassasamizda barcha shart-sharoitlariga ega o'quvchilar turar joyi mavjud. Bizning manzil Yangi Namangan tumani, Go'zal dahasi 14A uy.